Assalomu alaykum. Bugun bitta konditsioner kelgan bizga, Shivaki konditsioner. Jalbasi o'tmayapti bo'lgan. Freonni o'lchaganimizda freonni kam chiqdi. Endi hozir utishga oqtarish jarayonida buni yechyapmiz. Hozir utishga oqtarishdi. Sekin ko'zdan kechiryapmiz, bu shekillar bitta yoqqa o'xshayapti hozir. Ochib tekshiramiz. Hop yechyapmiz. Sekin ehtiyot bo'lib datchillar chiqarib olamiz. Vatanni sekin ehtiyot qilib, do'stlik qilib borib olamiz. Bu mana yechish jarayonida mana shu yerlar yog' oqtaramiz, qatdan chiqayotganini bilishimiz kerak. Mashqlar damlaymiz, bilamiz hozir. Shu bilan yechaylik. Shunchalik kichkina bo'ladimi? Menimcha ma'lummikin. Qani? Yo'q, u bas. Mana temirga tekkan joyidan chiqib qo'yib bo'lish kerak mana. Mana shu korpusga tegib turibdi. Bunday qilaylik-chi. Mana bilinib turibdi. Mana shunday. Mana metni izi chiqqan. To есть mana shu trubka, mana shu kompressorga tegib turgan bo'lgan. Vibratsiya jarayonida mana shundan qo'yib yuborgan hozir. Aynan joyini ko'rib turib payka qilamiz endi buni. Buni payka qilish jicha muammo bo'ladi bizga. Xo'p. Klapanni suv bilan o'rab olish kerak bo'ladi. Suvli latta bilan. Xo'p, mana utichkamiz. Latdan ho'llab klapanni o'rab olamiz. Sababi qizib klapanni nima qilmasligi uchun. Klapanning ichida plastiklari bor. Payka qiladigan joyimiz chizib olganmiz. Mana shu buni pasi. Hozir endi kamerada olib bera olmayapmiz. Mana shu bundan saqlab payka qilib olishimiz kerak. Payka qilib bo'ldik. Ayni borib ko'ryapmiz. Hozir endi baribir damlab bir qator tekshiramiz. Asosiy mana vaqtga tegib kompressorda ham izi qolgan. Mana trubka maytda tegib bo'lgan vibratsiyada nima bo'lib ishlaganda ishqalanib utishga bo'lgan. Xo'p, damlayapmiz. Buni 20 bar atrofida damlab, ko'pik berib tekshiramiz. Kechki bo'lmasa keyin vakuum qilib ishlatamiz. Xo'p, damlab oldik. Hozir endi ko'pik surkab tekshiryapmiz. Mana xudo xolasa birinchi topgan utichkamizni bartaraf qilindi desak bo'laveradi. Sekin boshqa joylarni ham bir qator tekshirib qo'yamiz. Vakuum qilamiz. Konditsionerimizni yig'yapmiz endi.
joyga qatirib fenini ulab zapravka qilamiz. Konditsionerimizni ulab olyapmiz. Vakuum qilyapmiz hozir. Zapravka qilamiz.